Bu ketdi. 21-fevral. 3-bolasi qo'yimizda. Emdirmayaptimi? Fevral kuni soat 22:10, 22:20 to'g'rilib qo'yamiz. Bu ana emmosa bo'ldi akalar. Ha, emdiryapti. Maktabda qo'chqorimiz bor. Bir oylardan keyin qo'chqorga qo'yamiz qo'ylarni. Mana shu qo'ylarga ko'paytirishga. Maktabda 8 ta, 7 ta qo'chqor bor akalar. 7 ta bo'lalar, 7 ta qo'chqorimiz bor. Bitta mana shu qo'chqor sotilmaydi. Qolgan hamma sotiladigan qo'chqorlar. Hamma sotiladigan qo'chqorlar. Bitta suv va yem xashak ana. Beda mosh pres, mosh to'pon, somon aralashtirib beramiz. Qo'l ko'rganda sразу mehsiz qo'limda his keladi oldingizga. Mana qo'yimiz tug'ish kerak, xudo xolasa. Ya 4-chi, 5-chi bo'ladi, xudo xolasa egiz tug'adi degan umiddamiz. Qoni juda katta. Mana qo'ylarimiz akalar. Voy, tuqqan yaqinda. Tuqqaniga men chadashim 20 kun bo'ldi. Bolasi mana. Sariq qo'yimiz bor akalar. Bu ham qo'chqorcha tuqqan. Mana kallasi oq qo'y, ana kallasi oq bu sovuq qo'y tuqqan. Keyin chekada qo'yimiz bor. Bu ham qo'chqor tuqqan. Jami 3 ta qo'chqor, bitta sovuq bor. Chorvaga qiziqadiganlar uchun, qo'chqorga qiziqadiganlar uchun. Oldin bitta qo'chqor boqardik. Hozir endi sovuq qo'yga o'tib ketdik. Sovuq qo'yda foyda zo'r ekan. Metlar to'sog'ida oldi. Bunday qilib. Metta 10 ta qo'y turardi. Metta bir 4-5 ta qo'chqor turardi. Endi sovuq qo'yga o'tib ketdik. Sovuq qo'y boqyapmiz. Kim bizni kanalimizni kuzatib yurgan bo'lsa biladi. Uy sharoitida qishloqda turamiz, xudo xolasa. Mana bu yoqamiz. Ro'zani xudo xolasa bugun adashmasam 19-23 kun ekan. 3-kunda, 3-bolasini sovuq qo'yimiz tug'di. Qo'ylarga yemlarni berdik. Hozir soatimiz 11 bo'lyapti ekan. 11larda yemlarni berib, cho'tki qilib ichariga qo'ydik. Qo'ylarimizga tiazalin ikonlarni qildik yaqinda shamollashlariga, yo'taqlariga qarshi. Endi xudo xolasa yana bir 2-3 kundan keyin ichaklariga qarshi ikonlar qildirib olsak, menimcha zo'r bo'ladi. Yana bir 10 kundan keyin yana bitkiga qarshi ikonlarni qildirib olamiz. Bitkani burga-burgaga qarshi keyin zo'r bo'lib ketadi. Shu bilan bahor chiqadi, qo'ylar keyin junlarni olamiz. Martda Navruzdan keyin ochishni boshlaymiz qo'ylar junini. Chorvaga qiziqadiganlar uchun bir yana layfhak. Bitta ikkita echkimiz bor, bolasi bilan. Buni zarplordan olib keldik. 1.400.000 so'mga ena bola, bolasi so'g'liq. Shoxli qo'chqor ekan. Shoxli qo'y echki ekan aniqroq. Shoxga men shoxsiz qo'y qidirdim, aniqroq to'g'risi. Shoxsiz echki qidirdim. Bolasini shoxi bor ekan. Meni alda sotibdi. Shuning ularimiz Qaravoylar bolasini ham. Bu ham shoxsiz echkimiz. Nimaga shoxsiz echki olganman? Sababi qo'ylar ichida yurgan payti, shoxlagan payti qo'ylar shoxla olmaydi-da, unaqa yomon. Bemalol otilib qoladi. Yuraveradi. Mana xudo xolasa qo'yimiz emishni boshladi mana akalar. Mana qo'yimiz emishni boshladi. Va endi zo'r bo'ladi. Ertalabgacha em chiqsa, hali yelim qidiryapti ekan. Yelim qidiryapti. Yelim qidiryapti ekan, yelim. Top chekili yem yotdi ekan. Qo'yimiz dadilgina. Bo'ldi, emishni boshladi. Bo'ldi, esi ketdi bu yoq. Maraket. Xudo akalar mana shu qo'yga bir narx-navo degan ketgansak, mana shu bozorda 6 million so'm mana shu qo'y, sostayanasi, bolasi qo'chqor bo'lsa 6 million so'm.
Jizzax bozorlarida 5,5-6 million so'm, o'zimizning Toshkent viloyatlarida o'sha 6,5-7 million so'm mana shu qo'ylar, yana bolalar. 6,5 million so'm. Mana bunaqa qo'chqorlar bor. Kamerada endi bir xil katta, bir xil kichkina ko'rinadi. Mana shu qo'chqorlar bozorida 5,5 million so'm. Bu qo'chqor uyimizga kelganiga adashmasam 2 oy bo'lib qoldi. Muhammad degan ukamiz, Muhriddin degan ukamizni olganmiz Jizzaxdan. Yaxshi qo'y, yomon emas. Bu qo'y ham, echki ham Zartordan kelgan. 1 million 400 ga. Bu qo'ylar hammasi Jizzax qo'ylari. Kimdir aytadi Jizzax qo'yi Toshkent sharoitiga, Angren sharoitiga, Olmaliqdagi tanishlar bor, Olmaliq sharoitiga ko'niganmi deydi. Любой territoriyada Jizzax qo'yi katta bo'laveradi, to'g'risi. O'tida yemishini berib tursangiz katta bo'laveradi qo'ylar akalar. Bo'lalar aniqroq. Mana bolalar uchun attenimda to'g'ri yem solib qo'ysak, onlayn qo'yapti. Mana atalab qo'yida bolasi kirib chiqish uchun teshik qoldirdik. Qo'yib teshik qo'yib, oxir to'g'ri qo'yib qo'ydik. Echkimizning bolasi bor mana. Zumracha. Ash kelib ketyapti. Hamma yemdi. Turishni qo'yaylar. Echkilarga ham bitta joy qilishimiz kerak, chiroyli qilib. Echkilarga mana o'sha emdirmayapti qo'yimiz. Tagi pol. Tagi pol. Suv 24 soat oldida turadi. 24 soat oldida turadi suvimiz. Maytda yana o't tushadi tepadan. Tepada dravlikamiz bor. O't maydalab mana yoqqa tushadi. Mana shu o'tdan qo'ylarga beramiz. Bu yerda hozir mana mosh press maydalaganmiz, keyin beda press bor, maydalangan. Keyin yana somon ham bor ichida. Aralashmalari bor. Endi mana shu yerga bitta qo'chqorga pul kerak. Qo'chqor olib kelishimiz kerak mana shu yerga. 6 ta qo'chqor olib kelsak bu yerga, bir 6 ta 12 ta qo'chqor olib kelsak bo'ldi. Qo'ramiz, to'ladi, keyin bosib sotaveramiz. Buni bakalashga qiziqsalaring, akalar, bu bakalashga ichida selitra, oltin kurgut, salarka, keyin atrobotka yog'i bor edi. Mana bilsang, mana tomimizda bilsang haligi o'rgamchikni uyi, bir arini uyi ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Sababi ana shularda hidiga arini uyi o'rgamchiklar kelmasgan. Shuning uchun mana shuni qo'ygandik. Mana tuz mana qiziqadiganlar bo'lsa, tuzni yalab tashlagan bo'lsang, bozorda sotadi, to'rtcha katta bo'lib turadi. Shuncha tuzni yalagan qo'ylar. Oy, tiyib qolgan qara. Emdirmayapti yaxshi. Mana yemish mana. Yemish qo'yib qo'ydik. Yaxshi yeyaveradi. Yana boramiz. Bu echkilarga aytdim, polda aytdim. Tagida tunukalis qo'yib qo'yamiz unaqa. Tunukalis, ashlis tortib go'nglarini olaveramiz. Yozib qo'yamiz. Qo'chqorcha. Xudo xolasa, o'sha keyingi oy mana shu qo'ylarni qochirishga qo'yamiz. Ukollarni bitta qilamiz. Ichak-pichaklarini, shamollashlarga bitta qo'lda uramiz-da. 2-3 kundan keyin mana shu qo'chqorga qo'yib qochiramiz. Mana shu so'g'li qo'ylarimizni. Mana shu qo'chqorga qo'yamiz. Turishni qaranglar. Qochib tashlaydi masalan. O'ziga o'xshagan sap-sariq bola tushadi. Mana shu echkimizga bitta qo'liga kerak, taka kerak qochirishga. Qochirib olishimiz kerak. $550,000 so'mga oldim. Hozir bozorga olsam 1,200,000, 1,300,000 ga sotsa kerak menimcha. Hech ketgan bolasi. Shoxsiz deb beradi, bolasini shoxi bor ekan. Qaramay olgan ekan mana o'sha kuni shoshilib. Shoxi yo'q, hech kimsa onasining shoxi yo'q edi. Bolasining shoxi bor ekan. Otasi shoxli bo'lgan ekanda. Mana qo'yxonamiz eshigi ham ochiladi. Endi ochamiz-da. Eshikni qoldiramiz. Polli taxtalar ekan. Bo'lalar. Qo'limda sig'ar har bir orasiga. Ko'rgan bo'lsalar. Kimgadir sig'aysa birga sig'may. Betonlarga qo'chqor boqardik.
Endi sovul qo'yga o'tib ketdik. Shunaqa gaplar bo'lalar. Chorvadan baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu qo'yishdan chiqmasin. Chorvaga qiziqadiganlar uchun. Kommentlar fikrlan qoldirib yetinglar. Tepada o't bor, polni beda, somon pres, mosh pres, mosh to'pon. Onun ichida 7 ta qo'chqor bor, katakni ichida. Katakni ichiga qiziqadiganlar uchun 1,5 ga bunaqasi 2 metr. 1,5-2 metr joyda 7 ta qo'chqorimiz bor. Kanalga obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Hammaga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ro'za yaxshi tutib olinglar. Umraga bormagan umraga borsin. Hajga bormagan haj safarlariga borsin. Hamma o'z niyatiga erishsin. Umraga borib hamma ihson qilishlar. Keyin nima desa ihson qilsin, masaqib qo'ylarni so'yib. Xullas charchamanglar, hammani ishlariga omad.